Eron bilan ittifoqchi ekani aytiladigan Yamandagi Husiylar harakati haqida savol bermoqchiman Zokir aka. Husiylar harakati 20-iyul kuni Saudiya Arabistoniga nisbatan dengiz blokadasini joriy qilishi haqida e'lon qildi. Bu Bab al-Mandab bo'g'ozi bilan bog'liq. Bilamiz, Bab al-Mandab bo'g'ozi Hormuz bo'g'ozi yopilgandan keyin jahon neftini 5-7% tranzit qilinadigan, o'tkaziladigan katta bir logistik dengiz yo'li edi. Jibuti, Eritreya va Yaman sohillarida joylashgan eng yaqin yoki deylik tor joyi 28 kilometr masofaga teng va Husiylar buni avvalan bir blokada qilgan va keyinchalik bunga qarshi zarbalar berilgan yoki bir necha davlat, ko'p millatli deb ta'riflangan bir necha davlat birlashib o'zining kemalarini himoya qilish uchun ham harakatlar qilishgan. Hozir yana shu jarayon ketyapti. Bunga sabab nima hozirgisiga va bu qanchalik jiddiy blokada Zokir aka? Avvalambor birinchi bor o'sha Husiylarga e'tibor beradigan bo'lsak, kim o'zi ular? Husiylar shialar. Agar e'tibor beradigan bo'lsak, afsuski juda ko'plab nima deymiz biz hali 35 yil mustaqil bo'lsak ham doim haligacha bitta narrativda yuribmiz. Amerika boyaga nima deydi, g'arb davlatlari bir qandaydir dushman, boshqa nima sifatida ko'rilyapti. Vaholanki o'sha 40 yildan beri Eron proksi urush yurityapti. Guruhlar orqali demoqchisiz. Guruhlar orqali proksi urushlar yurityapti. Proksi urushlar yurityapti. O'sha e'tibor beradigan bo'lsak, Livandagi, Iroqda, Suriyada mana hokimiyatga keldi Ashara birinchi bo'lib Eron armiyasini chiqarib yubordi. Eron harbiylarini chiqarib yubordi. Mana Iroqda vaziyat barqarorlashdi. Eronning ta'sir pasaygandan keyin. Endi xuddi mana shu Erondagi tizim aslida noto'g'ri bo'ladi. Bizda ajratishimiz kerak-da. Erondagi tizim boshqa, Erondagi xalq boshqa. Mana shu tizim tufayli Eron xalqi, Eron jamiyati, Eron millati jabr ko'ryapti. Qaysi ma'noda? Chunki rivojlanmayapti va butun resurslarni atrofdagi proksi urushlarga sarflab yuboryapti. Endi qarang, mayli Isroilni mayli dushman deb ko'rish mumkin, lekin Saudiyani qanday qilib ko'rish mumkin? Birlashgan Arab Amirliklarini, Bahraynni qanday dushman sifatida ko'rish mumkin degan narsalar bor-da. Va Husiylar orqali AQSh nima deydi, harbiy bazalar borligi uchun ko'riladi-da. Yo'q, lekin savol qo'yish kerak. Eronga o'sha yerdan hujum qilish mumkinligi ehtimol nuqtai nazardan ko'riladi. Lekin nima uchun paydo bo'lgan? Birinchi baza bo'lmagan u yerda. Eronni taxti 82-yilda Eronda o'sha proksi urush yuritiladigan Kominternga o'xshagan SSRda Kominternga o'xshagan tashkilot tuzilgan. Livanda, Iroqda, Bahraynda, Saudiyada, hattoki Saudiyada ham hozir aytib o'tib ketdik, Saudiyada shialarni gijgirlagan. Shimol sharqda shialarni gijgirlab Eron. Shia hiloli bo'yicha. Nimr degan imomini nima qilgan, qatl qilgan Saudiya. Ko'ryapsiz, mana shia bor joyini hammasini gijgirlaganda, moliyalashtirgan. Ertaga mana qarang. Yanvarda o'zini xalq ko'tarildi. Eronda. Urushdan oldin o'zini xalq ko'tarildi. Davlat yaxshi bo'lsa, xalq qayerdan ko'tariladi? Misol uchun Saudiya, Birlashgan Arab Amirliklari ideal davlat emas ular. Ular ham avtoritar, lekin resursni o'zini rivojlanishga sarflayapti. Eron hammasini proksi urushlari kecha ma'lumot beryapti. Hizbullaga 1 milliard dollar mablag' o'tkazib berdi. Livanga. Livanda Hizbullaga o'zini proksi urushlariga 1 milliard dollar. O'zida shuncha muammo turibdi. Xalqi norozilik kuchli. Mingta muammo. Endi mana Husiyga qaytadigan bo'lsak, bular shialar o'zini proksi urushlar orqali Eron o'zining ta'sirini kengaytirishni nima qilgan. Lekin afsuski bizda uni aytmayapti proksi urushlarni. Endi bazasi nima uchun paydo bo'lgan? O'sha proksi urushlar yuritishni boshlagandan keyin arab davlatlar hammasi Amerikani bazalarini joylashtirgan. E'tibor bersangiz, 90-yillardan boshlab joylashgan. Ungacha bo'lmagan bazalar. Faqat 50-60 yillar adashmasam Saudiyada bo'lgan bir ikkita bazasi. U ham bo'lsa o'sha SSRni tajovuz tufayli bo'lgan. Iroqqa boshqa revolyutsiya uyushtirgan, o'shanga qarshi joylashtirgan. Lekin aksar qismi hozir ko'radigan bo'lsangiz, bazalari Amerikan bazalari arab davlatlarida Fors ko'rfaziga 90-yillar joylashtirilgan. O'sha Erondagi tizim tufayli. Va Husiylar ham bularni bir nimasi, endi bu agarda hozir albatta vaziyat men o'ylamaymanki bir jiddiy deb, chunki bu yerda hozir mana ko'p
davlatlar bu boyagi nimaga moslashdi, adaptatsiya qildi. Kecha mana tahlillar berilyapti. Adaptatsiya qilindi, narxlar o'sishiga, bo'g'oz yopilishiga 5-7% ham albatta bu jiddiy, lekin bir katta bir inqiroz keltirib chiqadigan darajada emas. Menimcha yaqinda endi baribir xususiy masalasi ham ular moliyalashtirish agar uziladigan bo'lsa, bu ham bir nima deydi, Eronni bir kuchi kesiladi degan bir nima. Iroqda kesilyapti, Suriyada kesildi kuchi. Endi mana Livandagi kuchi turibdi va Yamandagi imkoniyatlar turibdi. Bu ham bir kesish, menimcha bunga ham qarshi shug'ullanish boshlansa kerak. Lekin qarang, mana siz aytyapsiz, ancha unaqa katta o'zgarish bo'lmasa kerak deylik, Bobal mandabdagi to'sqinlikdan keyin o'zi Hormuz yopilgandan keyin jiddiy bo'lgandi. Ha, bu Hormuzchalik katta emas, lekin o'sha yopilgandan keyin Saudiyani o'zi bitta koridori qolgan edi. U ham shu Bobal mandab. Endi u ham yopilsa, Saudiyaning temir yo'li yo'q bo'lsa, deylik, olib chiqib ketadigan boshqa tranzit yo'llar juda uzoq va qimmat-ku. Qanaqasiga o'zgarish bo'lmaydi deb o'ylayapsiz? Endi bilasizmi, hozir bular albatta bir harbiy harakatlarga keladi. Chunki baribir hozir mana e'tibor beradigan bo'lsak, ko'plab davlatlar qo'shilyapti. O'sha nima deydi, hali jiddiy xarajat boshlangan, lekin yana bitta hisobga olish kerak-da. Muddatini qisqa, o'rta, uzoq muddatda. Qisqa, yaqin oylar ichida bo'lishi mumkin shok. Agarda Amerika yoki uni ittifoqchilar, Saudiya ittifoqchilariga e'tibor bergan bo'lsangiz, mana Turkiya bayonot berdi. Pokistondan bayonot berdi Husiylarga qarshi. Bu bo'g'ozga tegma, aralashma degan. Saudiya tomonidan turib, Saudiya tarafda. Ko'rasiz, mana bu tomon ham, ular ham harbiy salohiyati juda ko'p, ogohlantirish. Ular ham chora ko'radi, lekin baribir ko'rgan, albatta bu juda katta ittifoqqa aylanadi bu Husiylarga qarshi. Unisi to'xtamayapti, Erondagi urush hozir 12 kun bo'ldimi? 12 kundan beri zarba berilyapti. Eronda ham albatta kelishuvlar buzilgandan keyin 2 hafta o'tdi. Albatta 2 hafta o'tdi. Demak, yana bir aytaman. Xullas qandaydir bir nuqtaga keldikki, shokovoy qandaydir nima, men shaxsan nima qilmayman, bo'ladi. Mana kecha ham narxga e'tibor bersak, bir tushib keyin yana joyiga qaytdi. Albatta, bu juda katta, уже adaptatsiya qilib bo'lgan. Mana urush boshlanishi ham asl sababi shunga bog'liq. Ko'p davlatlar adaptatsiya qilib bo'ldi. Yana qisqa o'rta muddatda bitta narsa bilaylik, mana hozir Birlashgan Arab Amirliklari o'zining oqimini boshqa joydan yo'naltiryapti. Uzog'i bilan 1 yilga qolmay hammasi boshqa yo'l topadi. Quryapti, temir yo'l quryapti Suriya orqali Turkiyaga. Xullas, bu narsani yechimini qiladi. Bobel mandabni ham, Hormuz ko'rfazini ham ahamiyati uzoq 1 yilda tugaydi. Juda katta. Tugamasa ham katta pasayadi. Demak, ya'ni Husiylarning bu blokadasi unaqa uzoq muddatli o'zlariga ziyon bu. Eron mana o'ziga ziyon qildi, chunki Hormuz Birlashgan Arablar katta quvur tortyapti, 700 kilometr, ular uchun hech narsa emas. 700-800 kilometr. Quvurni agar to'g'ridan-to'g'ri Suriya, Turkiya tortadigan bo'lsa, bu ahamiyati pasayadi. Lekin qarang, men sizning fikringizga qarshi chiqmoqchi emasman, Zokir aka, lekin bir subyektiv fikrimda endi. Bir-biriga qarshi fikrlar paydo bo'lgan joyda nimadir haqiqat yuziga keladi. Eron o'ziga o'zi qildi deysiz, lekin Eronda boshqa variant ham yo'q edi-ku. Uni shunaqa qilishga majbur qilishmadimi? Kim majbur qildi? Isroil bilan AQSh. Bilasizmi? Agarda mana shu narsa, mana mart oyidan buyog'ini olaylik. Xo'p, undan oldingi bo'lgan narsalar emas. Nima uchun? Nima uchun u yog'ini olmaysiz? O'zi bilasizmi? Mana hozir mana yana bir aytaman, o'sha narrativ, o'sha haligacha narrativ Isroil bilan Amerika bostirib kirishi, bu xalqaro normalar buzilishi. Bu buzilishi, urush boshlashi buzilishi. Lekin savol qo'yish kerak-da, mantiq degan bor-ku narsa, to'g'ri? Nima uchun? Agarda atrofdagi davlatlar, mana e'tibor bering, kechani urush to'xtadi-yu, bu kelishuvlarga erishilmagan. Hamma arab davlatlari murojaat qilyapti AQShga. Bu tizim bilan kelishib bo'lmaydi, buni oxirigacha yetkazinglar deyapti. Tizimni yo'qotinglar deyapti. O'shaning uchun yana bir aytaman. Irondagi tizim boshqa, Iron xalqi boshqa. Ajratishimiz kerak bu narsani. Yaqin Sharq hammasi bezib bo'ldi o'zini. O'zidan o'zi hech kim hujum qilmaydi uni oqlab bo'lmaydi, lekin Irondagi tizim o'zini xalqi mayli, minglab odamlarni qirib tashladi. Atrofdagi davlatlarga proksi urushlar yurityapti. Yaqin Sharq haligacha beqaror.